Aziz tomoshabinlar, bugungi ma'lumot juda muhim. 1 avgustdan pensiya miqdorlari yana oshishi, ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun ikkinchi bosqich masalasi ko'pchilikni qiziqtiryapti. Men bugun sizga bu o'zgarish nimani anglatadi? Kimning pensiyasiga ta'sir qiladi? Kim hozircha kutish kerak? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish zarurligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, oilangizda pensioner bo'lsa yoki hozir ishlayotgan, lekin yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan odam bo'lsangiz, bu video siz uchun juda kerak. Chunki birgina noto'g'ri tushuncha sabab odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Men har bir bandni real hayotdagi misollar bilan ochib beraman. Men avval eng asosiy masalani tushuntirib olay. Pensiya o'shi deganda hamma bir xil narsani tushunmaydi. Ba'zilar buni hammaning pensiyasi bir xil miqdorda ko'payadi deb o'ylaydi. Ba'zilar esa agar ishlayotgan bo'lsam menga umuman tegmaydi deb xavotir oladi. Aslida pensiya tizimida bir nechta yo'nalish bor. Bazaviy miqdorlar oshishi, eng kam pensiya yoki nafaqa miqdorlarining qayta ko'rib chiqilishi, staj va ish haqi bo'yicha qayta hisob-kitob, shuningdek ishlayotgan pensionerlar uchun alohida tartiblar. Oldin ko'p odamlar ishlayotgan pensioner bo'lsa, men ishlayapman, demak pensiyamni oshirishmaydi degan fikrda yurardi. Ayrim holatlarda ish joyidan ma'lumotlar kechikib tushgan, ayrim holatlarda esa fuqaroning o'zi pensiya jamg'armasiga murojaat qilmagan. Natijada odam bir necha oy, hatto bir yilgacha o'ziga tegishli qo'shimcha hisob-kitobni kutib qolgan. Endi asosiy o'zgarish shundaki, 1 avgustdan pensiya oshishi haqidagi xabarlar va ishlovchilar uchun ikkinchi bosqich degan iborat. Ko'proq pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish, ish davomida to'langan badallar, ish staji va rasmiy daromadlar asosida ayrim toifadagi pensionerlarning pensiyasiga ta'sir qilishi mumkinligini anglatadi. Men bu yerda muhim ogohlantirishni aytaman. Har bir fuqaroning pensiyasi alohida hisoblanadi. Kimdir ko'proq oladi, kimdir kamroq qo'shimcha oladi, kimdadir umuman o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Hammasi sizning stajingiz, rasmiy ish haqi, pensiya tayinlangan vaqtdagi hisob-kitob, keyingi ishlagan davringiz va tizimdagi ma'lumotlarning to'g'riligiga bog'liq. Ko'pchilikni qiynayotgan savol bitta. Men ishlayotgan pensionerman. 1 avgustdan menga ham oshadimi? Men buni shunday tushuntiraman. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun tegishli soliq va ijtimoiy to'lovlarni rasmiy ko'rsatgan bo'lsa, bu ma'lumotlar tizimda aks etgan bo'lsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish uchun asos paydo bo'lishi mumkin. Lekin agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz, og'zaki kelishuv bilan maosh olgan bo'lsangiz, yoki ish beruvchi sizni to'liq stavkada emas, juda past maosh bilan rasmiylashtirgan bo'lsa, bu pensiya hisobiga ham kamroq ta'sir qiladi. Main partbian nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak, men endi masalan toifalarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi toifa, oddiy yoshga doir pensiya olayotganlar. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz va ishlamayotgan bo'lsangiz, 1 avgustdagi umumiy oshirish sizga belgilangan tartibda avtomatik qo'llanishi mumkin. Bunday holatda odatda odamning alohida ariza yozishi shart bo'lmaydi. Pensiya jamg'armasi yoki bank orqali to'lov yangi miqdor bo'yicha keladi. Lekin men baribir maslahat beraman. Avgust oyidagi pensiya tushganda eski miqdor bilan solishtiring, farqni yozib qo'ying. Agar tushunarsiz kamlik bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga yoki Big Yetim kabi rasmiy aloqa kanallariga murojaat qiling. Ikkinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Bu eng ko'p savol beriladigan guruh. Masalan, Akmal aka 13 yoshda 2021 yilda pensiyaga chiqqan. Lekin maktabda qorovul bo'lib ishlashda davom etgan. U oyga rasmiy 2 million 200 ming so'm maosh oladi. 3 yil davomida uning nomiga ish haqi rasmiy yuritilgan. Soliq hisobotlarida aks etgan. Endi agar tartib bo'yicha ishlayotgan pensionerlarning keyingi mehnat davri inobatga olinadigan bo'lsa, Akmal akaning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu 3 yil ishladim, pensiyam 2 barobar bo'ladi degan emas. Pensiya formulasi ancha murakkab. Staj, o'rtacha ish haqi, qonunda belgilangan chegaralar, avval tayinlangan pensiya bazasi hammasi hisobga olinadi. 3-chi toifa pensiyaga chiqqandan keyin yug'ori maosh bilan ishlaganlar. Masalan, Dilbar opa 60 yoshda avval buxgalter bo'lgan, pensiyaga chiqqandan keyin xususiy korxonada 5 million so'm rasmiy maosh bilan ishlagan.
uning rasmiy daromadi yuqori bo'lgani uchun agar keyingi davr qayta hisobga olinadigan bo'lsa, pensiyasiga qo'shimcha sezilarliroq bo'lishi mumkin. Lekin yana aytaman, bu ham avtomatik ravishda juda katta o'shadi degani emas. Chunki qonunchilikda pensiya hisobida mehnat haqining qaysi qismi olinishi maksimal cheklovlar, staj koeffitsiyentlari mavjud. 4-toifa norasmiy ishlaganlar. Masalan, Rahmat aka pensiyaga chiqqandan keyin ustachilik qilgan, oyiga 5 million so'm topgan, lekin hech qayerda rasmiy ishlamagan. U men ham ishladim-ku, nega pensiyam oshmaydi deb savol berishi mumkin. Men bu yerda ochiq aytaman, pensiya tizimi rasmiy hujjat va rasmiy to'lovga qaraydi. Agar ish staji va daromad tizimida ko'rinmasa, uni keyinchalik isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar uchun eng katta dars shuki, rasmiy ishlash, rasmiy maosh olish va ish beruvchining hisobotlarini tekshirib bo'lish kerak. 5-toifa. Nogironlik pensiyasi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda qoidalar yoshga doir pensiyadan farq qilishi mumkin. Agar umumiy pensiya miqdorlari oshirilsa, ular ham tegishli ravishda oshishi mumkin. Lekin ishlash, qayta hisoblash, staj qo'shilishi kabi masalalarda har bir pensiya turi alohida tartibga ega. Masalan, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro ishlasa, uning ish faoliyati rasmiy yuritilishi kerak. Lekin qayta hisob-kitobda qaysi davrlar olinishi va qaysi shartlar qo'llanishi bo'yicha pensiya jamg'armasi mutaxassisi hujjatlar asosida javob beradi. Endi real raqamlar bilan bir nechta oddiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, bir pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan edi. Agar umumiy oshirish 10% atrofida bo'lsa, uning pensiyasi taxminan 20 ming so'mga ko'payib 1 million 320 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin agar eng kam pensiya miqdori alohida ko'tarilsa yoki unga ustamalar qo'shilsa, natija boshqacha chiqadi. Boshqa bir pensioner 2 million 800 ming so'm olayotgan bo'lsa, foizli oshirishda uning qo'shimchasi ko'proq ko'rinadi. Shuning uchun qo'shni ayol meniki 1 mingga oshdi, sizniki nega 9 mingga oshdi desa, bu albatta xato degani emas. Har bir pensiya miqdori bazadan hisoblanadi. Yana bir misol. Sobir aka pensiyaga chiqqanida 30 yil staji bor edi. Keyin yana 2 yil rasmiy ishladi. U o'ylaydi, endi stajim 32 yil bo'ldi. Pensiyam keskin oshishi kerak. Aslida 2 yil qo'shimcha staj pensiyada ma'lum ta'sir berishi mumkin. Lekin bu ta'sir uning ish haqi, oldingi hisob-kitobi va qonunchilikdagi koeffitsiyentlarga bog'liq. Agar u eng kam ish haqi bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, qo'shimcha bo'lishi mumkin. Agar yuqori maosh bilan ishlagan bo'lsa, ta'sir ko'proq bo'lishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan, lekin ish joyidagi ma'lumotlari tizimga tushgan-tushmaganini bilmaydiganlar. Ikkinchidan, avgustda pensiya tushganda miqdor o'zgarmasa yoki kutilgandan ancha kam bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Uchinchidan, familiya, pasport, JSSHR, mehnat daftarchasi, ish staji ma'lumotlarida nomuvofiqlik bo'lganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Bitta harf xatosi ham ayrim davrlarning hisobga olinmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz ishlamayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz muntazam tushib turgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa va umumiy oshirish qo'llansa, odatda alohida yugurib yurish shart emas. Lekin men baribir nazorat qilishni maslahat beraman. Chunki pensiya bu sizning mehnatingiz evaziga beriladigan haqingiz, uni tekshirish uyat emas, aksincha zarur. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq hammasi avtomatik bo'ladi. Men hech narsa qilmayman degan fikr. Ko'p hollarda oshirish avtomatik amalga oshiriladi. Lekin agar sizning ish stajingiz, maoshingiz, ishlagan davringiz yoki hujjatlaringizda muammo bo'lsa, tizim sizga tegishli bo'lgan ayrim davrlarni ko'rmasligi mumkin. 1995-2005 yillardagi ish joyingiz tugatilgan, arxivga topshirilgan, mehnat daftarchangizdagi muhr noaniq bo'lsa, bu davrlarni tasdiqlash uchun qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, qo'shimcha ish stajim bor. Demak, albatta katta pul olaman degan umid. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'raman. Odam o'zicha hisob-kitob qiladi, lekin qonundagi formula boshqacha ishlaydi. Pensiya hisobida faqat yil soni emas, ish haqi bazasi ham muhim. Agar odam uzoq ishlagan bo'lsa-yu, lekin rasmiy maoshi juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham shunga mos hisoblanadi. Shu sababli bugun ishlayotgan har bir odamga, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganlarga aytaman. Konvertda maosh kelajakda pensiyangizga zarba beradi. Uchinchi nozik nuqta, qayta hisoblash va umumiy oshirish bir xil narsa emas. Umumiy oshirish davlat tomonidan belgilangan
foiz yoki bazaviy miqdor o'zgarishi bo'yicha bo'ladi. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy holatingizga bog'liq. Qo'shimcha staj, daromad, hujjat, ish faoliyati. Shuning uchun siz avgustda umumiy oshirishni olishingiz mumkin. Lekin ishlagan davringiz bo'yicha alohida qayta hisoblash keyinroq ariza yoki tekshiruv asosida amalga oshirilishi mumkin. Bu ikki jarayonni aralashtirmang. 4-nozik nuqta ishlayotgan pensionerning ish joyi va lavozimi. Ayrim tashkilotlarda ishchi to'liq stavkada ishlaydi. Lekin hujjatda yarim stavka ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan, odam amalda kuniga 8 soat ishlaydi. Lekin rasmiy hujjatda 0,5 stavka va 20 million so'm maosh ko'rsatiladi. Keyin u pensiya hisobida men ko'p ishlaganman desa ham tizim rasmiy ko'rsatkichga qaraydi. Shuning uchun ishga kirganingizda mehnat shartnomasini o'qing, buyruq nusxasini oling, oylik hisob varaqasini tekshiring. 5-nozik nuqta. Bank kartasiga tushgan pul har doim ham pensiya hisob kitobining to'liq izohi emas. Ba'zida pensiya bilan birga kompensatsiya, ustama, qarzdorlik yoki avvalgi oy farqi ham tushishi mumkin. Ba'zida esa bankdagi texnik kechikish sabab to'lov bo'linib tushadi. Shuning uchun menga kam tushdi deyishdan oldin pensiya jamg'armasidan pensiya miqdori bo'yicha batafsil ma'lumot so'rash kerak. 6-nozik nuqta. Pensiya oshgandan keyin ayrim ijtimoiy to'lovlar yoki imtiyozlar bilan bog'liq savollar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim oilalar kam ta'minlanganlik mezoni bo'yicha yordam olayotgan bo'lsa, oilaning umumiy daromadi o'zgarishi boshqa to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Bu har doim ham avtomatik yordam to'xtaydigan emas. Lekin oilaviy daromad hisobida pensiya ham inobatga olinadi. Shuning uchun mahalla ijtimoiy himoya bo'limi va pensiya bo'limi ma'lumotlarini alohida tekshirish lozim. 7-nozik nuqta. Xabarlarni faqat rasmiy manbalardan tekshirish. Bugun internetda hamma pensionerga falon million qo'shilar ekan. Ariza yozmagan odam ololmaydi. Faqat bugun hujjat topshirish kerak kabi gaplar ko'p tarqaladi. Men sizga mutaxassis sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida shoshilinch vahima qilish kerak emas. Prezident farmoni, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi izohi, rasmiy davlat xizmatlari portali kabi manbalarni tekshiring. Agar mahalladagi tanishingiz bir gap aytsa, uni rasmiy hujjat bilan solishtiring. 8-nozik nuqta. Ariza berish muddati. Ayrim hollarda fuqaro pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qilganda, to'lov qaysi sanadan boshlab qayta hisoblanishi qonunda belgilangan tartibga bog'liq bo'ladi. Agar siz hujjatni kech topshirsangiz, ayrim imkoniyatlarni vaqtda ololmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun keyin boraman, avgust o'tsin, sentyabrda ko'raman deb yurmang. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, hozirdan ma'lumotlaringizni tekshirishni boshlang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiyangizning hozirgi miqdorini yozib qo'ying. Masalan, iyul oyida qancha tushdi? Bank kartangizga qaysi sanada tushdi? Naqd olsangiz qancha oldingiz? Barchasini alohida daftar yoki telefoningizga yozing. Avgustda tushgan pul bilan solishtirish oson bo'ladi. Ko'pchilik aniq raqamni bilmaydi. Keyin kamroq tushganda yoki ko'proq bo'lishi kerak edi deb taxmin qiladi. Taxmin bilan huquq himoya qilib bo'lmaydi. Aniq raqam kerak. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSS shir, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim hujjatlari, ism familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollar orasida familiya o'zgargandan keyin eski ish staji yangi hujjatlarga bog'lanmay qoladigan holatlar uchraydi. 3-qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Agar sizda mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi barcha yozuvlar aniq. Muhrlar o'qiladigan, ishga kirgan va bo'shagan sanalar to'liq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Tuman yoki shahar arxiviga murojaat qilishdan qo'rqmang. Buni topib bo'lmaydi deb qo'l siltamang. Chunki ba'zan arxivdan topilgan birgina ma'lumotnoma pensiya hisobiga sezilarli ta'sir qiladi. 4-qadam, agar pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchidan ma'lumot oling. Siz mehnat shartnomasi nusxasi, ishga qabul qilish buyrug'i, bo'shash buyrug'i, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma, davriy hisob varaqalari, soliq hisobotida ko'rsatilgan daromadlaringiz bo'yicha ma'lumot so'rashingiz mumkin. Agar ish beruvchi kerak emas, hammasi tizimda bor desa ham, o'zingizda nusxa bo'lgani yaxshi, chunki bahsli vaziyatda qo'lingizda hujjat bo'ladi. 5-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda oddiy va aniq yozing.
Men pensiya oluvchiman. Pensiyaga chiqqanimdan keyin falon sanadan falon sanagacha rasmiy ishlaganman. Avgustdan pensiya oshishi va ishlagan davrim bo'yicha pensiyamni qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Mening ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Shu kabi mazmunda ariza yoziladi. Arizaning bir nusxasini o'zingizda olib qo'ling. Qabul qilingan sanasi va raqamini yozdiring. 6-qadam onlayn imkoniyatlardan foydalaning. Agar siz yoki farzandlaringiz internetdan foydalana olsa, MyBond.uz portali pensiya jamg'armasining rasmiy xizmatlari soliq organlarining shaxsiy kabineti orqali ish staji va daromadlar bo'yicha ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin internetda ko'rgan ma'lumot tushunarsiz bo'lsa, darhol noto'g'ri xulosa qilmang. Mutaxassisga ko'rsating. 7-qadam bankdagi to'lovlarni tekshiring. Ba'zida odam pensiyasi oshganini bilmaydi, chunki bankdan SMS kelmaydi yoki eski telefon raqam ulangan bo'ladi. Bankka borib, oxirgi 3-6 oylik tushumlar bo'yicha ma'lumotnoma oling. Shunda iyul va avgust oylarini aniq solishtira olasiz. Agar pensiya naqd tarqatilsa, tarqatish vedomosidagi summani albatta tekshiring. 8-qadam. Agar sizga rad javobi berilsa, yozma javob talab qiling. Og'zaki sizga tegmaydi, sizning holatingizda bo'lmaydi degan gap yetarli emas. Mutaxassis noto'g'ri gapiryapti demayman, lekin fuqaro sifatida siz yozma asosini bilishga haqlisiz. Yozma javobda qaysi qonun, qaysi modda, qaysi sabab bilan qayta hisoblash qilinmasligi ko'rsatiladi. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sud tartibida murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. 9-qadam. Hujjat topshirishda shoshilmang, lekin kechiktirmay harakat qiling. Hamma bir kunda bo'limga borsa navbat ko'payadi. Lekin meniki baribir bo'lmaydi deb o'tirmang. Avval telefon orqali maslahat oling. Qaysi hujjat kerakligini so'rang. Keyin to'liq papka bilan boring. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, arxiv hujjatlari, bank rekvizitlari, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi guvohnoma. 10-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p otaxon onaxonlar raqamlarni, portallarni, hujjat nomlarini tushunmaydi. Ular mayli, shu ham yetadi deb o'z haqlaridan voz kechishi mumkin. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya miqdorini tekshiring, hujjatlarni tartibga soling. Agar ishlagan davrlari bo'lsa, ish joylariga birga boring. Bu juda katta yordam. Men yana bir muhim maslahat beraman. Hech kimga pul berib, pensiyamni oshirib ber demang. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida hisoblanadi. Agar kimdir sizga tanishim bor, tezlashtirib beraman, falon pul bering desa, ehtiyot bo'ling. Sizning ishingiz qonuniy bo'lsa, ariza, hujjat va rasmiy tartib yetarli. Noqonuniy yo'l keyinchalik yanada katta muammo tug'diradi. Xulosa qilib aytsam, 1-avgustdan pensiya oshishi haqidagi masala oddiy, hammaning puli bir xil ko'payadi degan gap emas. Bu yerda umumiy oshirish bor. Ishlayotgan pensionerlar uchun qayta hisoblash ehtimoli bor. Hujjatlar va rasmiy ma'lumotlarning to'g'riligi juda katta ahamiyatga ega. Kimdir avtomatik oshirilgan pensiyani oladi, kimdir qo'shimcha tekshiruv yoki ariza orqali o'z haqini aniqlashtiradi. Kimdadir esa norasmiy ish sabab qo'shimcha hisobga asos bo'lmasligi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, avgustdagi to'lovni kuting, lekin qo'l qovushtirib o'tirmang. Hujjatlaringizni tekshiring, ishlagan davringizni aniqlang. Ish beruvchidan ma'lumot oling. Pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qiling. Eng muhimi, mish-mishlarga emas, rasmiy ma'lumot va hujjatlarga tayanch. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensiya olsa, izohlarda yozing. Sizda pensiya oshishi bo'yicha qanday savol bor? Qaysi holat sizga tushunarsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya, nafaqa, ish staji va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim o'zgarishlarni men sizga oddiy tilda tushuntirib boraman.